Milli, dini tuyg'ularimiz mujassamlangan ko'k bayroq bizning iftixorimiz, vijdonimiz, g'ururimizdir. Ay yulduzliq ko'k bayroq 1933 yili Sharqiy Turkistonning davlat bayrog'i qilib bekitilgandan buyon bu muqaddas bayrog'imizni Sharqiy Turkiston osmonida lapildatish, Sharqiy Turkiston zeminining har yeriga tiklash uchun millionlagan shahidlarimizning issiq qonlari to'kildi. Bayrog'imizdagi ay İslamiyetning, yulduz bo'lsa Sharqiy Turkiston egalari bo'lgan Uyg'urlarning, ko'k rang hurlik va mustaqillikning simvolidir. Cumhuriyetimiz qurilganligining 86 yillik munosabati bilan Dünya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan rang kodi o'lchamlashtirilib bisilib, hadiya shaklida nafs o'rab qachilangan erkinligimizning, hurligimizning, vijdonimizning simvoli bo'lgan ay yulduzli ko'k bayroq yangidan bozorga silinib, o'zini Sharqiy Turkistonning bir partisi deb bilgan har bir Uyg'urning qalb to'rida o'rin olgandan boshqa uylarining, do'kon saroylarining, to'y-to'kin, nazar chiroq qatorliq ijtimoiy faoliyatlarning to'ridan o'rin olish uchun hozirlandi. Tajovuzchi Xitoy aziz tuproqlarimizga, mazlum xalqimizga tajovuzchilikning namoyandasi bo'lgan bayroqlarni zo'rlab kelayotgan bugungidek kunda muhojiratga Sharqiy Turkistonliklar muqaddas bayroqlarning qimmatini bilishi, qadrini qilishi, uyg'unishi, vatanning ahvolidan ansirishi lozim. Beşimizga kelayotgan bu külpetlarni, bu qirg'inchiliklarni to'g'ri usulda dalil isbotlarimiz bilan xalqaro sahnaga elib chiqish har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmas majburiyatidir. Bugun bir-birimiz bilan birlashadigan kun. Bugun bizning barliq o'qishmasliklarni kaynimizga cho'rib, mehr bilan quchoqlashadigan kunimiz. Bugun bizning muqaddas bayroqlarimizning ko'kish nuri ostidan vatanning yo'riqligini izlaydigan kunimiz. Qarindishim, hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bayroqqa yaqin kelmaslikka, bayroqdan qochishga yana bahonamiz bormi?